Jizzaxdan kelganmiz. Farq bo'lganlar 2 marta. Ikkinchisida stent qo'ydirganmiz. Keyin kardiolog vrachlari bor o'zlarini Jamshid. Tavsiya qilaverdi-da, operatsiya qilish kerak, amaki, operatsiya qilish kerak baribir. Operatsiyadan qochib yuruvdilar. 10 yelkalari juda qattiq og'rib qoldi. 6 oydan beri shu 10 yelkada juda qattiq og'riq bo'ldi. Keyin dedilar, Toshkentga ham keldik, tekshirtirdik, ukollar qildi, baribir 3 kundan ortiq ham og'riverdi-da qaytib. Keyin baribir yuraylik, tekshirtiraylik deb Jizzaxda o'zimizda koronagrafiya qildirildi. Koronagrafiya qilinganda aytishdi-ku, o'zi tomirlar to'lib qolibdi. 1-2 oyda infarkt kutilyapti keyingisi deyishdi-da. Keyin majbur bo'lib keldilar. Berga o'sha vrachimizlari Jamshid bu yerda tavsiya qildilar, shu yerda. Surishtirdik, endi to'g'ridan to'g'ri kelmadik, baribir surishtirdik. Boshqa qildik, bizga ma'qul keldi. Keyin shu yerga keldik. Mana operatsiya bo'ldilar. O'zi operatsiyadan keyin ham juda ham yaxshi qarashyapti. Biz xursandmiz-da, o'zi yerga kelganimizga xursandmiz. Yuraklarida davleniya ko'tarilib ketaverardi. Davleniya o'sha oz tushardi, ko'tarilardi, ozroqqa tushardi, ko'tarilaverardi-da. Majbur bo'ldik-da, oxiri qildirishga xohlamay turdilar, oxiri qildirdik.